حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugün biz Maalim-i Sünneh en-Nebeviyye, yani hadisler ko'rsatmalari namlı kitabının birinci kısmı, akide kısmının 5. babı Men mata ala tevhid dakhalal cenneh degan 5. babıda to'xtalamiz. Ya'ni qanday bir odam tevhid bilan dunyodan ketsa, bu odam jannatga kiradi. Tevhid ustida vafot topgan odam jannatga kiradi degan babda to'xtalamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, jannatga kirishni yaxshi ko'rmaydigan birmi inson yo'q dunyoda. Hamma inson jannatga kirishni yaxshi ko'radi, jannatga kirishni orzu qiladi. Andaqda jannatga kirish uchun nima bo'lish kerak ekan desa, chuqur hayotimiz tevhid ustida oxirlashgan bo'lish kerak. Ya'ni hayotimiz tevhid bilan bu dunyodan tugagan bo'lsa, ondan jannatga kirgili bo'ladiganligini biz tuvandagi hadislardan ko'rib o'tamiz. Endi tevhid bu demak shirkning ziddi. Biz oldingi darslarimizda shu shirk haqida to'xtaldik. Tevhid uning aksi, uning qarshi cho'qim shirk bo'ladi. Shirkdan saqlansak, shirkdan xoli bo'lganda biz cho'qim tevhid ustida bo'la olamiz. Ammo tevhidni qo'ldan bergan chog'da cho'qim biz shirkka tushib qolgan bo'lamiz. Endi tevhid to'g'risida qisqagina men bu tevhidni qisqagina tunishtirib o'tmoqchi. Tevhid Allah subhanahu va taolaning bir ekanligini, Allohning hech qanday shirki yo'q ekanligini, Allohning Rabbligida, ilohligida, ism sifatlarida bir uning hech qanday shirki yo'q ekanligini e'tiqod qilish. Mushu e'tiqodning taqozosi bo'yicha hayotda yashashni tevhid deb qaraymiz. Tevhid bunun asosan 3 qismga bo'linadi. Tevhid rububiyya, tevhid uluhiyya, tevhid al-asma, as-sifat deb. Endi tevhid rububiyya qismiga qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu va taolaning har qanday narsaning egisi, har qanday narsaning podshosi, hammaning podshosi, har qanday narsaning tarbiyachisi ekanligini, ilgari barliq hukmlar Allohga xos ekanligini e'tiqod qilish ko'rsatib turadi. Ammo tevhid-i uluhiyya deganda Allah subhanahu va taolaning mush koinotning ilohiy ekanligini, Allohdan boshqa ibodat qilinishga arziydigan birimi ilohning qat'iy yo'q ekanligini e'tiqod qilish, shu bo'yicha hayot ibodatlarni qilish. Uchinchisi tevhid-i asma va sifat, ya'ni Allohning ism sifatlarida bir deb bilish deymiz. Allah'ni yani Allah isim sıfatları bir. Allah'a okşaydıgan ikinci bir şeyi Allah'ın isim sıfatları kat'i mevcut emas deb qaraymiz. Mesela Allah Rahman, ama Allah'ın başkası Abdurrahman buludu. Allah Rahim, Allah'ın gayrısı emisi Abdurrahim buludu. Allah Kuddus, ama Allah'ın başkası emisi Abdukuddus isabatı kirdi. Yani Allah en mihrivan, ama qağalla Allah mihrivan, Allah'ın bendisi degandek, men bu yerda qisqagina Allah'ın ism sifatda yigane deb bilishimiz kerak. Endi İbn Qayyim rahimahullah tevhidni yine mundaq ta'rif qiladi. Tevhid demek Allah subhanahu va taolaning yaratquchi Allah deb bilish, hem Allah hamma shar'ining parvardigori deb bilish, Allah hamma narsaning podshosi deb bilish bu yetarli emas. Çünkü Buddistlamı Allah'ını yaratquchi deb bildi, Allah'ını hamma şeyininki Rabbi, podshohi deb bildi. Lekin ularni mushrik bulab hisoblanırdı. Belki tevhid degan u Allah'ını o'zining Rabbligida, ilohligida, ism sifatlarida yegana, uning hech qanday shirki yo'q deb e'tiqod qilish bilan birga Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rishni, tevhid Allah'ın yaxshi ko'rilishini o'z ichiga oladi. Allah subhanahu va taologa to'liq bo'ysunishni, Allah subhanahu va taoloning buyruqlarini ijro qilishni
Allah subhanahu va taologa ibodatni xolis qilishni ham tavhid buni talab qiladi. Tavhid ham barliq so'zlarni, faaliyatlarimizni, ata ihsonlarimizni, muhabbat nafratlarimizni eng oliy bo'lgan Allohning roziligini izlab iroda qilib, Allohning roziligini izlab qilishimizni talab qiladi deb ham tunishtirgan. Shunga bu tavhid haqida qisqagina bo'lgan bizningki tunishtirishimiz. Endi mushu haqda men mata ala tavhid dakhalal janna, tavhid ustida vafot topgan odam jannatga kirdi degan haqdagi hadisimizning birinchisi, yana mush kitobimizning 14-hadisi Abi Zarril G'ifari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Ana Abi Zarril G'ifari qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atani atin min Rabbi fa akhbarani aw qala basharani أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. أبي ذر الغفار رضي الله عنه مندق deydi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mındaq degan. Rasulullah deydi ki, "Manga Rabbim tiribidan bir kagıcı keldi. Ya kelib manga xabar berdi. Yoki dedi, yine bir rivayet, Rabbim tiribidan bir kagıcı kelib manga mundaq deb bisharat berdi. Yani kimki mening ümmetimden Allah'a hiç şeyini qilchilikmi Allohga shirk keltirmay o'lab ketsa, u odam jannatga kiradiganligini menga xabar berdi. Men dedim deydi Rasululloh Jibril alayhisalomga. Men dedim, agar u odam zina qilgan bo'lsa, yo o'g'illik qilgan bo'lsa-mu, yine jannatga kiramdi. Aşundaq Allah'a şirk keltirmey, qat'iy shirk keltirmey o'lab ketibdi, lekin zina qilibdi yoki o'g'illik qilibdi, mushunda faoliyatlar bilan shug'ullangan bo'lsa jannatga kiramdi deganda Jibril alayhisalom dedik va inzana va insaraq. O'g'illik qilsa-mu va zina qilgan bo'lsa-mu jannatga kirdi degan. Endi bu hadisda yani merk kultu ve inzana ve insarak. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunu da muşu ve kalikni tefsilat edis kalırsak bu ediste Ebu Zer radıyallahu anhu mundak hikayeni oturkuyor. Ebu Zer radıyallahu anhu bir günüsü malum bir kişisi sırtkı çıkkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yalğız menevatkalığını kögen. Kürep Ebu Zer radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülen bir kişinin bilinmeyen işini belki bugün yaktırmagan okşaydı dep oylap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasıdın Resulullah'a körünmey mangan. Resulullah sel yuşurungan alette mangan. Nemişki keyneden mangan ise belki Resulullah'ın bir ihtiyacı, bir hacetli bu kılış mümkün de Resulullah'ın arkasıdın boşundak menip Resulullah'a tesadüf yaqinlashib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisalom uning qarab san kim deganda men Abu Zar ya Rasululloh Alloh taolo meni sana fido qilyapti ya Rasululloh deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yoqqa kel degan. Shuning bilan Abu Zar bilan Payg'ambar alayhisalom bildim ma'lum muddat mangandan keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Innal muksirina hum muqillun yawmal qiyamah illa man ataahu Allahu khayran fanafaha fihi yaminahu ve shimalahu ve bayn yadayhi vara'a ve amila fihi khayra degan. Yani Rasulullah degan ki nurg'un mal dunyosi intayin ko'p bo'lgan odamlar va lekin bu qiyomat kuni ajrni ayta az. Dunyoda qolsak iqtisod mal dunyosi bak ko'p. Hum al-muqillun yawmal qiyomat kuni ularning ajri intayin az. Lekin men atahullah. Lekin bir türlük adamlar var ki Allah onun bergen mal dünyalarini etrafidagilarga şu ihtiyaçlık bo'lgan adamlarga chiqim qilgan, şu mal dünyasida yaxshilik qilgan adamlar, yo'q bularning ajri undaq az bo'lmaydi deb shunaq degan. Onundan keyin yana Rasul sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra bilan bitki ma'lum muddat mangandan keyin to'xtab Abu Zer radıyallahu anhuga bu yerda men kelganga qadar meni saqlab turgin deb Abu Zer radıyallahu anhuni bir yerda o'ltirib qo'yib sayliq tarafiga ketgan.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saylıqtırıp ketip ma'lum vaqt ötkendan keyin Abu Zar radhiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi ve sellemning ve in saraka ve in zana degan gapni degan holatda ashuna qaytib kelganligini ko'rgan ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellemning ve in saraka ve in zana devatkan bir sözünü anlagan. Anlap bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgan chaqda Abu Zar radhiyallahu anhu ya Rasulullah nima uchun siz ve in saraka ve in zana degan gapni takrorlab deyla deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzünün qishig'a Jibril alayhissalomning shu sayliq tarafda kelganligini Jibril alayhissalomning tushib uningga ey Muhammad sen ümmetinge qandaq bir adam Allah'a hiç narsani shirk keltirmey dunyodan kesse jannatga kirdiganligi bilan xush bishorat bergin degan vahiyni qilgan. Bu gapni Muhammed alayhissalomga degandan keyin Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga ve in zina ve in saraq agar u odam zina qilgan bo'lsa va o'g'lik qilgan bo'lsa jannatga kiramdi deganda Jibril alayhissalom shundoq degan. Endi mushu gapni qilgandan keyin Abu Zar, ya'ni Abu Zarmo ya Rasulullah u odam Alloh hech qanday shirk keltirmay dunyodan ketgan bo'lsa jannat kirdilar, agar zina qilgan bo'lsa, o'g'lik qilgan bo'lsa kiramdi deganda Rasulullah va in zina va in saraq deb javob bergan. Demek hadisden kurvalımız ki Allah subhanahu wa ta'alaga şirk keltiriş intayin ağır günah ekanligini kurvalaymiz. Şirk keltirmegen halette tevhid bilen dünyadan kesse cennet kirdiganligini kurvalaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Maide'nin 72. ayetinde bundak deydi. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhi cennet ve ma'vahun nar ve ma lizzalimin min ansar. Kimki Allah subhanahu ve ta'alaga şirk keltirirken Allah o adamga cennetni haram kılıdı. Onun o'rni cehennem buludu degan Allah subhanahu ve ta'ala. Yani Allah subhanahu ve ta'ala Sure Nisa'nın 8. ayetinde mundaq deydi. İnnallaha la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalik limen yasha ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Kimki Allah subhanahu wa ta'ala yüzüge şirk keltirilişini kat'i keçirmeydi. Ama şu şirkten başka günahını Allah yüzü halıgan kişiler için keçirdi. Kimki Allah'a şirk keltirirken ağır cinayet ötközgen buludu değilgen. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Sure Zümer'nin 65. ayetinde وَلَقَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبِتَنَّ عَمَلُكَ ve la takunanna minel khasirin degan. Sizge Muhammed Aleyhisselam sizge ve sizden ilgirki barliq peygamberlerge mundaq vahiy qilindiki agar siz shirk keltirirsiniz albatta sizning barliq amallarınız bekaçolab ketadi, siz ziyon tortquchilardan bo'lasiz degan. Ya'ni bu oyat-i karimda shirkning intayin og'ir bir xatolik, jinoyat ekanligi o'tirib qo'yilgan. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallam shirk bu naite bir xatarlik narsa ekanligini, uni diqqat qilmasa shirkka insonning tushib qolishi, tavhiddan mahrum qolganligini o'tirib qo'yib, ash-shirku fikum akhfa min dabibin naml. Shirk sizlarda nisbatan xuddi tushumlining o'mila mang'indimi maxfi. Diqqat qilinglar deb shirkdan alayda ogohlantirgan. Bu hadisdan shuni xulosalaymizki, hadisdan aytgan xulosamiz birinchisi müminler içinden kabir günah ötkazganlar davzaqda mengu qalmaydiganligini. Ular tevhid İslam ölse, Allah'a şirk keltirmey dunyodan ketgan bo'lsa, ba'zi kabir günahlarni ötkazgan bo'lsa, davzaqda mengu qalmaydiganligini ko'ralaymiz. O Allah'a şirk keltirmagan odam jannatga kiradi, o'g'lik qilgan bo'lsa, zina qilgan bo'lsa, demak jannatga yevmenma bir kun kiradi, lekin qilgan jinoyati o tushliq cehennemde jazolanadi yoki Alloh taolo uning afvusi bilan kiradi. İkincisi, tevhidde bo'lmagan odamlarning, yine g'ayri muvahhid, shirk, Allohga shirk keltirib o'tgan odamlarning jannatga kirolmaydiganligini ham bu hadisdan ko'ra olamiz. Üçüncüsü, bu hadisda Abu Zar'ning taqvo ekanligini, ma'siyatlarni bak ağır sanaydiganligini,
Allah'a asi ulaştı ne kadar qattiq özünü tartıdığan bir sahabe ekanligini ham ko'rib olaymiz. To'rtinchisi, hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'nin şu labz-ı sarika bilen labz-ı zinani o'g'liq so'zi bilan zina so'zini Ebu Zer'nin tekrarlaşı, Peygamber aleyhisselam'ın tekrarlaşı, yani muşu Müslümanların taatke, itaat, ibadetlerge resmen ekanligini ko'rsatib turdi ve Ebu Zer'nin Allah'a itaat qilishni resmen ekanligini ham ko'rsatib turdi. Beşincisi, Müslüman'a çoğun küçük barlık şirklerden dikkat qilishi Müslüman'a vacip ekanligini ko'rib olaymiz hadisdan. Çünkü Allah Taala onun bilan asilik qilinadigan ma'siyatlarning eng ig'risi Allah subhanahu va taolaga shirk keltirish. Allah subhanahu va taolo hem bizning qalbimizni o'zining dinida mustahkam qilsin. Allah bizni shirk bilan ko'chib qilishimizdan, shirk bilan dunyodan ketishimizni Allah bizni saqlasin. Tavhid ustida yashashga, tavhid bilan bu dunyodan ketishga Allah bizni nasib qilsin. Endi mushu babdagi hadisimizning ikkinchi hadisi, kitobimizning 15-chi hadisi an Anas ibn Malik anna Nabiy sallallohu alayhi ve sellem ve Muaz radifuhu ala rahla qala ya Muaz ibn Jabal qala labbayk ya Rasulullah ve sa'dak qala ya Muaz قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأسما. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan bayan kılınan, rivayet kılınan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Muaz radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin uluğunun arkasına minib algan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq: "Ya Muaz, hey Muaz ibn Jabal" deganda Muaz ibn Jabal deydi ki: "Xo'sh ya Rasulullah, xo'sh, men sizning xizmatlarga tayyorman" deganda. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hey Muaz" deganda Muaz "Ey Rasulullah, labbayk, sa'dayk, xo'sh ya Rasulullah, men o'zlarining xizmatlariga tayyor, nima buyruqlari bor?" degan. Deb bu gapni 3 qatim degandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Allohdan boshqa hech qanday ilohning yo'q ekanligiga, Muhammadun sallallohu alayhi vasallamning Allohning elchisi ekanligiga chin qalbidan bir odam guvohlik aytadi ekan, Alloh subhanahu va taolo bu odamni do'zaxga harom qiladi. Yani bu adam do'zaxga kirmaydi." Deganda Muaz ibn Jabal radıyallahu anh degan: "Ya Rasulullah, ala ukhbiru bihin nasa?" Ya Rasulullah, men buni kishilarga xabar qilmaymi? Ular bir xushal bo'lib olsin, xushallik topsin deganda Payg'ambar alayhisalom izan yattakilu, agar ularga sen xabar qilsang, bu gapni desang, ular mush gap bilan taynib oladi, mushuninga taynib oladi degan. Demek haber berishdan to'sqan. Ama bu hadisni Muaz radıyallahu anhu o'zining ulab ketgili qopqan chog'da o'limidan oldida taassuman, yani ilmni yushirganlik gunohidan qo'rqib Anas radıyallahu anhuga xabar bergan. Anas radıyallahu hadisning jarayoni qalasak, Anas radıyallahu anhu bizga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning özünün uluğunun arkasıga Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu'ni mündürülüp şu ulağdaki halde Muaz radıyallahu anhu'ga mundaq deganligi ko'nab turdi. Allah'tan başka ilah yok deb Muhammed aleyhisselamni Allah'ның elchisi deb chin qalbidan guvohlik aytadigan bir odam bo'ladi ekan, Allah uni do'zaxga harom qiladi. Ya'ni u do'zaxda mengu qilishni Allah onun haram qiladi. O dana uzoqda odam mengu qolmaydi deganligini bizga bu hadis ta Anas radıyallahu anhu bizga hikoya qilib bergan, so'zlab bergan. Muaz radıyallahu anhu kishilarga
kishilarni xushal bo'lish uchun, xush bishorat elish uchun xabar berishni Rasulullohdan talab qilgan chaqda Rasululloh izin yetdi. Undaqda ular u hadisqa yulni oladi deb Muaz radhiyallohu anhuning shu buni xabar bermasligini, hozircha xabar bermasligini degan. Muaz radhiyallohu anhu hadisni o'lib ketishdan oldida shu xabar bergan, shu ilmni yushir gunohga chiqarishdan qo'rqqanlikdan. Endi hadisdan biz oladigan bir xulosa, oladigan foyda, kabir gunoh bilan shug'ullangan odam yine la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah deb chin qalbidan chiqarib guvohlik etgan bo'lsa, sidqan min qalbihi bo'lgan bo'lsa, chin qalbidan chiqarib samim holatda mushunda guvohlik etgan bo'lsa, kabir gunoh bilan shug'ullanib qolsa-mu, dozaqda mangu qolmaydiganligini ko'rib bo'ladi. Ikkinchisi, ilmdan, ya'ni om kishilarga bildirildigini ve xos kishilarga bildirildigini bar ekanligini ko'rib olamiz. Chunki bu hadisdagi mazmunlarni Rasululloh Muaz ibn Jabalga deb berdi, boshqalarga deb berdi deganda Muaz, "Ya sen buni saqla, uning yulni vatı" dedi. Shunga ba'zi odamlarning ba'zi ilmlarni bilsimi, o ba'zi hukmlarni bilsimi, yine amallarini kamaytmasa, ba'zilar amalda sal qarab qo'ydiganligi, shuning tayin bo'lish ehtimolligi borligini ham ko'rib bo'ladi. Üçüncüsü, Muaz ibn Jabal'ning ilmi o'rnining naqadar yuqorliqini ko'rib bo'ladi. Chunki u Muaz ibn Jabalni Rasululloh buni mushu so'ziga xos qilgan. To'rtinchisi, muhim nuqtalarni bayon qilganda, muhim mazmunlarni bayon qilganda so'zni takrorlashning yaxshi ekanligi ham ko'rib bo'ladi. Beşincisi, bir ulaqqa ikki adam minsa bo'ladiganligi, mayli tugu bo'lsin, kutura alisa bir ulaqqa ikki adam minsa durust ekanligini ham ko'rib bo'ladi. Endi mushu babda o'tirqilgan hadislarning 3-si, ya'ni mush kitobimizningki 16-hadisi, ya'ni Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis. An Muaz ibn Jabalin قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحلة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يعذبهم. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan hadis bayon qilinadi ki, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayni vaqtda bir vaqtda men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning orqasiga ulug'i minib olgan. Men bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamning o'tirida faqat bir tugining ustiga atgan cho'mning bir oxirgi yog'ichi lam batdi. Yani bir yerde ahiretul rihlenmiş ulaqlarga mesela eşekке toq insanlar onun miniştim burun ya bir narsa atıştım burun tüpüge toquydigan bir xil şeyini ko'rsatib turdi. Yani eşekке toquydiganni toqam desa, atqa toquydiganni yani iga desa, tuguninkini cho'm desak, shu cho'mninki oxirgi yog'ichi. Yani Rasululloh aniga mingan Ebu Hurayra, Muaz bin Jabel'den Resulullah'ın oturup şu yağaç be, dinayeti belki yakın haletteydi. Resulullah, hey Muaz ibn Jabel degende, Muaz bin Jabel ben dedim, ya Resul, hoş ya Resulullah, men hizmetlerine teyyar dedi. Degen. Ondan keyin Resulullah azraq vaqt manganlikin, yani hey Muaz depti, Muaz deydi ki, men hoş ya Resulullah, hizmetlerine men teyyar dedim deydi. Ondan keyin yine Resulullah bitki men azraq vaqt menep bo'lgandan keyin yana dedi ki hey Muaz
debdi. Men dedim, "Xo'sh ya Rasululloh, men sizning xizmatlarga tayyorman" deganda Rasululloh dediki, "Ey Muaz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Sen Allah'ның öz bendiler üstündeki hakkının nimelikini bilemse, Allah'ның bendiler üstünde kanda haklarının bağlılığını bilemse degende ben dedim. Allah ve Allah'ın peygamberi bunu obdan biliyordu dedim. Resulullah dedi ki hakkullahi ala ibadihi en ya'buduhu ve la yüşrike bihi şey'a. Allah'ın bendiler üstündeki hakkı ulanın Allah'a hiç qandaq narsani shirk keltirmagan holatda Allohga ibodat qilishi dedi. Undan keyin Rasululloh yana azroq vaqt mangdi. Undan keyin "Hey Muaz" dedi. "Men xo'sh ya Rasululloh, men xizmatlarga tayyor" dedim. Rasululloh "Bendilarning Alloh ustidagi haqqining nimaligini bilamsa, u bendilar Allohning haqqini ijro qilsa, iza fa'aluhu bendiler Allah'ın hakkını icra kılganda, buyruğunu icra kılganda, bendilerinin Allah'ın üstüde kanda hakkı oludu bilemse degende, ben Allah'ın elçisi abdan bildu dedim. Resulullah dedi ki, hakkul ibad alallahi alla yuazzibahum. Bendilerinin Allah'taki hakkı, Allah'ın buyruqlarını icra kılganda, Allah'ın ulağını azaplamaslığı degen. Yani bu, hadis'ten da yenilam Allah dünyada bir adam Allah'ın buyruklarını icra kılıp Allah'a şirk keltirmegen halette tevhid bilen dünyadan kesse Allah subhanahu wa ta'ala onu cezaga tartmaydiganligini hem kurvagılı buludu. Hadis'te dün biz yine bir neçe muhim mazmunlarni yakunlab chiqamiz. Birincisi, hadis'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin intayin kemterligi chiqadi. İkincisi Peygamber Aleyhisselam'ın mütekebbir emesligi chiqadi. Çünkü bir dünya peygamberinin özü adetdeki bir kişine özünün ulug'ini mindirib olishi, uni bir uloqqa mindirib olganligi, o'zining ulug'ining keyniga Muaz ibn Jabalni mindirib olganligi Peygamber Aleyhisselam'ın intayin kamtarligi, qat'iy Rasulullohda kibrining yo'q ekanligini ko'rib bo'ladi. O'ylab baqili, ma'lum bir devletning padişahı emas, bütkül musulmonlarning peygamberi, rahbiri bo'lgan bir kishininki bir odamni o'zining ulug'iga bilib mindirib olib, men ishini buni o'ylab baqish kerak. Yani biz tasavvur qilib baqsak, bir davlat boshlig'ininki, raisining odatki bir fuqaroni mashinasiga selib olib minishi mumkinmi yo mumkin emasmi? Buni o'ylab baqsak, Peygamber Aleyhisselam'ın Muaz ibn Jabalni arkasına mindirib olganini o'ylab baqsak, ne kadar kamtarligini, ne kadar Resulullah'ınki bir şu takabburlikdan yiroq ekanligini ko'ra olamiz. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ish faoliyatlari biz uchun namuna. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishib, Rasulullah'ning mana bu shunday kamtarliklaridan ondan biz o'rganishimiz kerak. Yine bu hadiste ikinci birisi ilim öğretkiçilerinin ve nasihat kılgıçlarının özü nidalarını tekrarlası bulduğallığını aldığın hadisten oturup koyduk. Muş gap sözlerini, ey insanlar, hey Müslümanlar, hey okuyucular degendek, muş gaplarını, nida sözünü, çağırık sözlerini tekrar kılsı bulduğallığı hem çıkıp durdu. Çünkü bu ilim üget gücünün, sözlü gücünün sözünü başkalarının yaxşı anlaşığa bir türkü buludu. Üçüncü birisi, tevhid üstüde vafat tapkan adam, çin kalbidin tevhid kelimesini itiraf kılıp, şu tevhid bilen dünyadan ketken adamın cennetke kirdiğallığı çıkıdı. Yeni birisine dikkat kılsak bir mazmun, ilim ilgisiga qaytirish lazımlık çıkıdı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'dan sordu. Ya hey Muaz, sen Allah'ın bendiler üstündeki hakkının nemilikini bilemezsen, bendilerin Allah üstündeki hakkını bilemezsen dep sorganda, sen ve Allah ve Allah'ın elçisi abdan bilidu. Bunun da dördüncüsü ilim ilgisiga qaytirish çıkıdı.
Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhudan ey Muaz Allah'ning bandalar ustidagi haqqi nima? Bandalarning Allah ustidagi haqqi nima deganda Allah va Allohning elchisi buni obdan biladi dedi. Mencha unda bo'lishi mumkin, bunda bo'lishi mumkin deb o'zining fikrini bayon qilmadi. Chunki bu masalada Muaz radhiyallohu anhuning qabri bo'lmaganligi uchun buni Allah ilm sahibi bo'lgan Rasulullohga qaytardi. Allohning elchisi obdan biladi dedi. Buningdan ko'ramiz, yani bilmagan narsa biz uni bilayotgan odamga qaytarishimiz kerak. Bizda hozir mushkil bir xil illat bir odamdan bularmi doktorlik bir meselesini bir adamdan kasallik doktorlik ilmini sorsa, men buni bilmayman, palani doktor abdan biladi deymiz. Yani başka her qanday kasb to'g'riliq insonlardan sual qilinsa, insonlar bu kasb, bu ilmni, bu masalaning javobini kasb egillariga qaytardi. Ammo faqat diniy masalaga kelgan chaqda buni cho'qim hamma odam bilarmanlik bilan so'zlaydi, lekin Muaz ibn Jabal buni Allohning elchisidan biladi deb Rasululloh so'g'anda Rasulullohga qaytargan. Shunga bu yerda ilmni ilm sahibi qaytarishning nima ham bu yerda xulosalab bila olamiz. Yana birisi mushu 17-hadis kitabimizningki mushu tavhid ustida vafot topgan odam jannat ko'rdigan bab to'g'risida hadis bu mu Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilinadi. An Jabir ibn Abdullah qal atan nabiyya sallallohu alayhi va sallam rajulun faqal ya Rasulullah mal mujibatan faqala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah ve men mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Yine Peygamber atan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem raculun faqal ya Resulullah mal mujibatan faqala men mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah ve men mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Peygamber aleyhisselamның qışığa bir adam kelip mundaq degan ya Resulullah ey Allah'ның peygamberi ikki vacib qılıq üçün nima o deganda Peygamber aleyhisselam kimki Allah'a bir şeyini şirk keltirmese cennet girdi. Kimki Allah'a bir şeyini şirk keltirmey ölüp ketken bolsa cennet girdi. Allah'a bir narsani şirk keltirip ölgen bolsa dozaq girdi degan. Yani bir sahabeler Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'den din işlerine bek köp so'raydi. Sahabeler Allah'ның rahmetine ümit qilish bilan birga Allah'ның azobidan eng qo'rqitgan kishilar edi. Hadisda Jabir ibn Abdullah rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhisolamning qashqi bir odam kelib, "Ya Rasululloh, mal mujibatan." U sahibini birisi o'zining sahibini jannatga Üzün sahibi cennetni vacip kılıdığan, yeni birisi sahip davuzakni vacip kılıdığan iki xislet nima o degan? Mel mucibetan. Yani bu şu cennetni vacip kılıdığan ve davuzakni vacip kılıdığan bu iki xislet nima deganda Resulullah huma at-tevhid ve şirk degan. O ikisi tevhid ve şirk. Yani davuzak ve cennetni vacip kılığı tevhid ile şirk. Kimki tevhid ile dünyadan ketken bolsa bu tevhid bu adamga cennetga kirishni vacip qiladi, cennetni vacip qiladi. Kimki shirk bilan dunyodan ketgan bo'lsa, bu shirk bu odamni cehennemni vacip qildiki, bu odam jannatga, cehennemga kiradi. Deb Payg'ambar alayhisalom buning javobini nima dedi desa, "Men mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah." Yani kimki Allah subhanahu wa ta'ala ishinib, Allah subhanahu wa ta'alani bir ve bar deb bilib mushkil itoatda ulab ketgan bo'lsa, bu odam jannatga kiradi. Mana bu u odamni mana mushuk xislat, tavhid sahibini jannatga kirgizadigan itoat xislat mushu
Gerçi o adamning ustida endi uningdan boshqa nurg'un gunohlar bo'lishi mumkin, jinoyatlar, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Inson xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Ammo u gunohlar bo'lgandimi, u Alloh balkim uning gunohlarini afu qilib o'tib, hisob olmasdan jannatga kirgizishi mumkin. Tavhid bilan vafot topganmiz. Yoki uning qilgan jinoyatlariga loyiq Alloh subhanahu va taolo bu odamni hisob elib jazolab jannatga uningdan kirgizishi mumkin. Chiqib tavhid bilan dunyodan ketganning foydasi yana jannatga kirish. Ammo man mat yushriku billahi shay'an dakhalan nar. Kimki Allohga shirk keltirib o'lib ketadigan jahannamga, do'zaxga kiradi. Ikkinchi jahannam xislat bu. Ya'ni bu nimada shirk. Kimki Alloh subhanahu va taologa shirkil akbar turlaridan har qanday bir turi bilan Allohga shirk keltirib o'lib ketgan bo'lsa, xuddi Alloh subhanahu va taologa bilan birga Allohning g'ayriga ibodat qilganga o'xshash yoki Alloh subhanahu va taoloning koinotni tadbir qilib boshqarishida, insoniyat va barcha mavjudotlarni yaratishida Allohning shirk ibodat e'tiqod qilishga o'xshash, mushunday shirk akbarlardan har qanday bir turi bilan Allohga shirk keltirib o'lib ketgan bo'lsa, bu odam do'zaxga kiradi. Mana bu xil e'tiqod bu odamni jahannamga kirishni vojib qiladi. Mana bu ishga vojib qiluvchi mana mushu. Endi hadisdan xulosalaydiganimiz shuki tavhid öz sahibini, tavhid egasiga jannatni vojib qilsa, shirk egasiga jahannamni vojib qiladi. Üçüncü birisi din işlerini so'rash orqali o'rganib olishning ahamiyati nihoyat muhim ekanligini bu hadisdan ko'ra olamiz. Yana mushu babdagi hadislarimizdan yana bir hadis Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. An Abdullah ibn Amr qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man laqiyalloha la yushriku bihi shay'an lam tadurruhu ma'ahu khati'ah ve men mate ve huve yushriku bihi lem yenfa'hu ma'ahu hasenah. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıp bu mındaklıdır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem mındaktaydı. Kim ki Allah'a hiç nesini şirk keltirmey Allah'a uçursa, yani ülep ketken bolsa, bu adamga başka muşuhil, başka hatalıkları bu adamga zarar yetkizmeydi. Kimki Allah'a şirk keltirip shirk keltirgan holatida tövbesiz dunyodan ketgan bo'lsa, o'lib ketgan bo'lsa, uning taqdak yaxshiliklari bo'lsa-mu, uning qilgan yaxshiliklari bu odamga manfaat qilmaydi-ki, yana u odamning jahannamdan chiqishiga sabab bo'lolmaydi. Bu çünkü shirk masalasi intayin ig'ir bir masala. Bu oldingi hadislerimizde o'tirib qo'yildi. Hadisdan ko'rib olamizki, salih amallarmi shirk bilan qabul qilinmaydi. Har qancha yaxshi amallarimiz bo'lsa-mu, shirk bilan maqbul emas ekanligini, shirk keltirganimiz tavhidimiz yo'q holatda, biz tavhidsiz holatda ne kadar katta amellerini, yaxshi amellerini qilsakmi, bu amel bizga qiyomat kuni hech qanday asqatmaydiganligini bu hadisdan ko'ra olamiz. Ikkinchi birisi, shirkdan boshqa xatolik Allah xolisa afu qilinadiganligini, bu Allah afu qilgan bu xatolikning insonga jannatga kirishiga to'salg'u bo'lmaydiganligini ham ko'ra olamiz. Yine mushaqdagi hadisdan yana birisi 19-hadisimiz Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. An Muaz ibn Jabal qol sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul man laqiyalloha la yushriku bihi shay yusallil khamsa ve yasum ramdan ghufira lah. Qultu afala ubashshiruhum ya Rasulullah qala da'hum ya'malu. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, u mundaq dedi. Men Rasul sallallohu alayhi ve sellemning mundaq deganligini anglagan. Rasululloh deydi-ki, kimki Allah'a hiç narsani shirk keltirmay, 5 vaqt namozni joyida o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, dunyodan ketgan bo'lsa, uning qolgan gunohlari u odam uchun kechiriladi.
deb Rasululloh shunday dedi. Abu Muazim Jabal deydi ki, men dedim, "Afala ubashiruhum ya Rasulullah." Ya Rasulullah, men sahabelerge etrafı musulmonlarga shuni bir xush qilmaymi, shuni bir xabar qilmaymi deganda Rasululloh dediki, "Da'hum ya'mal." Ularni qop qo'y, xabar berma, ular amal qilib olsin. Ko'p amallarni qilib olsin dedi. Yani hadis bu yuqori hadislar bilan ma'nodash bo'lgan hadislar, ammo bu hadisdan xulosalab chiqardig'imiz Rasul sallallohu alayhi vasallam sahabelarning shundaqlab bizning yani musulmonlarning ko'p amal qilishini yaxshi ko'rganligini ko'ra olamiz. Agar Rasululloh ko'plab amal qilishimizni, yani musulmonlarning, sahabelarning ko'p amal qilishini ayni vaqtda hal yaxshi ko'rmagan bo'lsa, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni xabar bergili qo'ygan bo'ladi. Allah subhanahu wa taala hammamizni tavhid bilan yashashga nasib qilsin, shirkdan yiroq to'g'li, shirk tushib qilishdan saqlasin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.